Assalomu alaykum. Bugun psixologik travma, og'riqli fikrlar, ya'ni chalkash fikrlar bo'yicha suhbatlashamiz. Doim bizni qiynab keladigan fikrlar, ya'ni u qanaqa fikrlar deysizmi? Ya'ni javobsiz fikrlar. Nega meni qadrim yo'q? Nega meni hech kim pisand qilmaydi? Nega ishim yurishmaydi? Nega men bir ishni boshlayman, lekin oxiriga yetkaza olmayman? Nega oilada o'rnim yo'q? Va nega meni hech kim fikrlarimni inobatga olishmaydi? Men fikr bildirishim bilan meni rad etishadi. Nega meni turmush o'rtog'im qadrlamaydi? Siz baxtli bo'lishni, xursand bo'lishni, tabassum qilishni xohlaysiz. Ya'ni sizga chiroyli munosabat qilishlarini, sizni maqtashlarini, sizni qo'llab-quvvatlashlarini, sizga mehrli, muhabbatli bo'lishlarini xohlaysiz va boy bo'lishni, baxtli, farovon hayot kechirishni xohlaysiz. Aslida esa sizning ichingizda g'amgin, xafa, g'azabli, tushkunlikka botgan, chorasizlik girdobida botib qolgan bir shaxs yashaydi. Ya'ni u sizni ichki shaxsingiz hisoblanadi. Qanday shaxs deysizmi? Sizni yoshligingizdan boshlab aql tarozingizda o'lchangan, ya'ni siz ko'rgan, eshitgan, his qilgan barcha voqea, hodisalar xulosaga aylanib, sizni ong ostingizda chuqur ildiz otadi, ya'ni sizni ishonchingizga aylanadi. Siz yoshligingizda ko'rgan, eshitgan barcha voqea, hodisalarni aql tarozingiz orqali o'z shaxsiy xulosalaringizga aylantirasiz. Ya'ni ayol kishining qadri yo'q yoki-da mening keragim yo'q. Men ojizman, men qadrsizman, men noloyiqman, men kuchsizman. Meni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Meni fikrlarim inobatga olinmaydi. Bular barchasi sizning ishonchingiz hisoblanadi. Inson ishongan narsalari tomon doim harakatlanadi. Ishongan narsasiga ergashadi. Ya'ni nima degani? Misol uchun siz nimaga ishonyapsiz? Men kuchsizman, men qadrsizman, men hech narsani eplay olmayman degan ishonch dasturi bilan yashamoqdasiz. Siz esa men baxtli bo'lishni xohlayman, men boy bo'lishni xohlayman deysiz. Aslida sizning ishonchingiz nima edi? Ya'ni siz nimaga ishonardingiz? Hech narsa qo'lingizdan kelmasligiga, hech narsani uddalay olmasligingizga, ya'ni qadringiz yo'q va noloyiq ekanligingizga ishonar edingiz. Siz nimadirlarni xohlashingiz mumkin. Bu yuzaki aql tomonidan sizning xohishingiz, xohishlar emas, balki ishonch amalga oshadi. Sizning xohishlaringiz ongda 5% kuchga ega bo'lsa, sizning ishonchingiz ong ostida 95% kuchga ega bo'ladi. Endi diqqat bilan eshiting. Bu fikrlar, ya'ni sizdagi qo'rquv, xavotirli, shubhali fikrlar barchasi avtomatik tarzda amalga oshadi. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimdek, chigal fikrlar, chalkash, javobsiz fikrlar, bular barchasi sizda ong ostingizda saqlanib qolgan yoshlik programmalari, ya'ni psixologik og'riqli travmalar hisoblanadi. Bulardan qutulishning birdan bir yo'li faqatgina aqliy mashq. Aqliy mashq deganda tafakkur qilish, aql yuritish, sizdagi hozirgi og'riqli hissiyotlar va fikrlarni asl sababi va ildizlarini topish. Ya'ni siz mana shu fikrlarga, mana shunday hissiyotlarga qachondan boshlab duch kelgansiz yoki-da siz mana shu qo'rquv va xavotirli, ikkilanish va qadrsizlik tuyg'ularini qachondan shakllantirgansiz? Nima sababga ko'ra shakllantirgansiz? O'zingiz anglamagan, tushunmagan holatda noto'g'ri bu xulosalarga kelib qolgansiz. Bularni asl sababini va asl ildizini topib bartaraf qilish kerak bo'ladi.
Yillar davomida sizga to'planib kelgan psixologik travmalardan qanday qutulish mumkin degan savollaringizga javob topishingiz uchun sizga har kun yangi bilimlarga asoslangan videoroliklarimizni qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.